11-bab ballarga eng yaxshi sovg'a berish. Yosh dada kun patqanda uy qaytib keldi. Ayoli taqazzoliq bilan "Qatlilikim, biror amal topdingizmi?" deb so'radi. U kulib turib, "Siz cho'qim ishonmaysiz. Dastlabida menmi ishonmagan. Amaliyotda uning menga aytganlarining hammasi men burunli bilardim. Biroq u bularni ota-onalar bilan bolalar o'tirsidagi fikr almashtiradigan oddiy bo'lgan 3 turlik prinsipga yig'inchoqlabdi. Uning ustiga bu usullarning hammasi nihoyat unumli ekan" dedi. "Men o'z ko'zim bilan ko'rmagicha ishonmayman. Ular fikr almashtirishga oid usullar bo'lgandan keyin qani men davomli anglab boqay" dedi ayoli kulib turib. Ular bir chaynak qahva qaynatib ichgach, yarim kechagacha mungdashdi. Ayoli yo'ldoshining gaplarini nihoyat o'rinli ekanligini his qildi. Amaliyotda har ayol ikkisi buning o'xshash masalalarni burundan tortib muzokara qilib kelyotdi. Biroq ilgari ular o'ylaganlarini amaliyotda qanday tatbiqlashni bilolmayotdi. "Biroq sizga aytgan usulga nisbatan mening yana bir gumonim bor", dedi ayoli. "Bir minutlik dada yoki bir minutlik ana degandek bu aytishlar ancha to'g'ri bo'lib ketmaydi ekan. Ota-ona bo'lgan odam ko'proq vaqt sarf qilib, bolalar bilan birga bo'lgani yaxshi." Yosh dada bu gapga qo'shildi. "Men qaytadigan chog'da bir minutlik dadimi menga shundoq degan. Bu xil fikr almashtirish usuli bizning taxmi ko'p vaqt chiqarib, bolalar bilan birlikda boshqa muhim bo'lgan ishlarni qilishimizga turtki bo'ladi." Ayoli o'ylanib qoldi. "Agar mushundoq bo'ladigan bo'lsa, meningcha bu xil usul yomon emas ekan", dedi u yo'ldoshiga tikilib turib. Va orqadan, "Bundoq bo'ladigan bo'lsa, bizningmi birga bo'ladigan vaqtimiz ko'p bo'ladi ekan", dedi. Ikkinchi kuni yosh dada o'z o'rgangan narsalarini amaliyotga ko'rsatishga boshladi. Boshlanishida ancha o'ng'ayga to'xtamadi. U o'zini nihoyat nachar qilgandek his qildi. Bolalarmi doim uning nima demoqchi bo'lganini bilolmay qoladi. Lekin ayolning moslishi va yordam ostida u oxiri muvaffaqiyat qozondi. Umi bir minutlik dada bo'ldi. Bu uning qanday qilishni bilganligidan bo'lib qolmasdan, balki yana uning bu usullar bo'yicha ish ko'rganligidan bo'ldi. U bolalar bilan birga bir minutlik nishon tuzdi. U bolalarga bir minutlik maqtash ilib bordi. U bolalarga bir minutlik tanqid ilib bordi. U bolalarni quchoqlab turib, oddiy udillik qilib bo'lgan ishlarni bayon qildi. O'zining hissiyotini aniq ifodaladi. O'zining xatoligiga nisbatan kulib o'tkazib o'tdi. Eng muhimi shuki, u bolalarni o'ziga o'xshash qilishga rag'batlantirdi. U hatto bir minutlik tarbiyalash usulining taktikasini yakunlab chiqdi. U bu taktikani ko'paytirib besib chiqarib, bolalarga bir parchadan berib, turmushning faqat kishilarning ahvolishi va hurmatlashiga sazovor bo'lgan, nihoyat qimmatli bo'lgan bir qatimliq ekspeditsiya bo'lib qolmasdan, balki yana kishilarni xo'shallikqa erishtira oladigan bir maydon qiziqarli o'yin ekanligini o'zi va bolalarning samiga silib turdi. Bir minutlik dadaning taktikalari. Men bolalarimning o'ziga bo'lgan ishonch turg'izishiga va o'zini tizginlashini o'rganib olishiga yordam qilaman. Menmi bu jarayondan xo'shallikqa erishaman. Men bolalarimning ish harakatiga qarata nishon tuzaman, maqtayman va tanqidlash ilib boraman. Men voqelikni oddiy qilib tushuntirman. O'z ko'nglimni aniq qilib ifodalayman. Men doim bolalarimni quchoqlab turman. Ular bilan birga xo'shallik uchunman. Menmi bolalarimni menga o'xshash qilishga rag'batlantiraman." Ko'p yillar o'tib ketdi. U yosh dadami yashandi. U bir minutlik usulni birinchi qatim anglagan ochiqchalarni o'ylaganda, o'zining bir minutlik dadining o'rgatgan narsalarini asli saqlab olganligidan bakli xush bo'ladi. U o'zining xotiralarini bir to'plam qilib yozib chiqib, o'zidan yordam talab qilib kelgan osh kishilarga berdi. Eng dastlabda uning bir minutlik dadini tunishtirgan yilqi do'sti hozirmi uning esida edi. U do'stidan kitob lozim yoki lozim emasligini so'radi. Keyin u do'sti telefon qilib uningga: "Men sizdan ko'p tashakkur. Men hozir bu 3 xil bir minutlik usulni qo'llanayapman. Ular rostilla mening oilamni ko'p o'zgartdi", dedi.
Bu yaşda da başqa dadlarning mu bir minutlik usulni ishlatganligidan nayt xushal bo'ldi va o'zining u xotirlarini tarqatganligidan nayt mamnun bo'ldi. Bir minutlik usulning xotirasiga erishgan u kishilar o'zining suratiga asosan bu usullarni butunlay tushungicha takror o'qib, ularni amaliy turmushida ishlatdi. Bu yangi bir minutlikda da yangi narsalarni o'rgangan chaqda to'xtamay uzluksiz holda takror qilib berishning nihoyat muhimligini aniq biladi. Uzoq o'tmay nurg'un qo'shinlarmi bir minutlik ota-onaga aylandi. Ba'zi ota-onalar hatto bu usullarni o'zlarining quramiga yetgan bolalarga tunishtirdi. Bu bolalarmi bu usullarni texmi ko'p kishilarga tunishtirdi. Uzoq o'tmay butun mahalla o'zgarish bo'ldi. Bu yerdagi kishilar texmi inoq, xo'shal-xo'ram yashaydigan bo'ldi. Bir kun o'tishdan keyin yangi bir minutlikda da uyda o'tirib, o'zining nihoyat talaylik ekanligini his qildi. U o'zining eng qisqa vaqtda eng yaxshi unumga erishganligi uchun o'ziga bir sovg'a taqdim qildi. Hozir uning fikr qilish va oilasidagilar ehtiyojli bo'lgan yordamni qilish uchun nihoyat ko'p vaqti bor bo'ldi. Uning yana salomatlik uchun chiniqishqimi vaqti bor bo'ldi. U boshqa dadlarga o'xshash jismoniy va ruhiy jihatda g'oyat zo'r besim his qilmaydigan bo'ldi. U xotirjam turmushning uning hayotini texim yaxshi, texim uzun qildiganligini biladi. U uyda bir minutlik usulni qo'llangan ash odamlarning o'ziga o'xshash xotirjam ham xo'shal o'tayotganligini bildi. Uning har ikkala bolasi o'zini qadrlash va o'zini tizginlashni o'rganib oldi. Ular boshqa oilalarga o'xshash bir to'qay masalaga yo'liqmadi. Oilalardagi saqlanishga bo'lmaydigan ushaq-tushak ish va hamdan boshqa uning oilasi nihoyat ichil-inoq, shod-xuram edi. Ko'ngillik bo'lgan oila elib kelgan xotirjamlik va qanoati hozir butun oila kishilari his qilib yetgan edi. O'ylab bu yerga kelganda yangi bir minutda o'zi yaxshi ko'radigan o'rindiqdan qopib, uy ichida mengishga boshladi. U yana cho'nqir xayolga batdi. Oddiy bir odam, er yoki bir dada bo'lsin, u o'zidan nihoyat rozi edi. Uning oilaga bo'lgan g'amxo'rligi uningga ko'p javob qaytargan edi. Yana u oiladagi har bir odamning muhabbati va tashakkuriga erishdi. Balları özünü qadrlash va o'zini tizginlashni o'rganib olgandan keyin u o'zimi yuqori unumlik dadaga aylandi. Eng muhimi uning o'ziga bo'lgan tuyg'usi bak yaxshi edi. Dal bu chaqda u ayolning ovozini angladi. "Kechiring, daxl qilib qo'ydim qadrlikim. Bir yosh xonim telefon qilib bizning uyga kelib, biz bilan bolalarni qanday tarbiyalash haqida parang silish qusbarligini aytdi. Yo'ldoshi bilan bolalari orasidagi fikr almashtirishning oil ahvolini yaxshilaganligini ko'rib, ayolimi bir minutlik usulni ishlatishga boshlagan edi. U hozir tashabbuskorlik bilan, agar siz ma'qul ko'rsangiz, men sizlar bilan birga muloyiz qilsam, dedi. Shundaqmi so'yimlikim? Bak yaxshi bo'ldi. Undaqda biz ayrim holda dada va onaning nuqtasida turib, u xonim bilan bizning qanday qilib o'xshash bo'lmagan amallar orqali bir minutlik usulni qo'llanib, oxirida o'xshashli yaxshi unumga erishganligimiz to'g'risida so'zlashaylik, dedi yo'ldoshi. Yangi bir minutlikda da ko'plagan ota-onalarning o'zlarining bolalariga ko'ngil bo'lishini boshlaganligidan nihoyat xushal bo'ldi. Ularning ichidagi ba'zilari ayni chaqdagi o'ziga o'xshash balalarni tarbiyalashdagi texim yaxshi usullarni taqozolik bilan o'rganmoqchi bo'lishgan edi. Uning oilasi hozir nihoyat baxtli. Oila kayfiyatimi nihoyat jonliq edi. Balalarmi uydagilar bilan birga bo'lishni yaxshi ko'radi. Hatto ularning do'stlarimi ular bilan birga bo'lishni yoqtiradi. Bunday bir oilada do'st bo'lish haqiqatan nihoyat xushal bo'lgan ish edi. Biz sizni har qachon qarshi olamiz, dedi u telefon trubkasini tutib turib. Uzoq o'tmay ular mehmonni, ya'ni nihoyat aqlli bo'lgan yosh bir xonimni kutib oldi. Biz o'zimizning bola tarbiyalash mahbiyatligimizni siz bilan o'rtaq bahrilanganligimizdan nihoyat xursandmiz, dedi yangi bir minutlikda. Mening sizga faqat bir talabim bor. Nim talab deb so'radi mehmon. Nihoyat oddiy deb javob berdi u. Siz cho'qim uningdan boshqalar bilan o'rtaq mehribon bo'lsangiz.